Amerika bu immigrantlar yurti. Ammo bu zaminning ilk egalari Amerikaning tub aholisi. Oddiy til bilan aytganda hindular. Bu yerda qachonlardir hindularning har xil qabilalarining vakillari yashagan. Cherokee, Apache, Navajo. Va aynan bugun biz sizlar bilan birgalikda Big Hogan deb nomlangan joyda, bu Arizona shtati, Navajo hindular bilan intervyular o'tkazamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Misr Otabek TV kanaliga va Arizonaga xush kelibsizlar. Bugungi intervyu orqali biz bilib olamiz, nima uchun hindularni hindular deb atash nihoyatda katta tarixiy xato. O'zi Navajo nomini kim bergan? Nima uchun bu ham xato? Qolaversa, nima uchun tub amerikaliklarni eng yomon ko'rgan bayrami bu Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik bayrami. Ularni hammasini bugungi intervyu orqali bilib olamiz. Demak, ushbu intervyuni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Xayrli tong Shalin. Xayrli tong. O'zbek tilida salomlashganda assalomu alaykum deyiladi. Sizni tilingizdachi qanday salomlashiladi? Bizning tilda yati deyiladi. Yati. Birinchi savol. Ko'pchilik hamon hindular deydi. Lekin bu tarixiy xato tufayli kelib chiqqan. Xalqingizning bugungi kundagi to'g'ri va hurmatga loyiq nomi qanday? O'zaro muloqotda tub amerikaliklar deyilishini afzal ko'ramiz. Navajolar orasida esa o'zimizni Dine deb ataymiz. Dine. Bu odamlar degani. Tushunarli. Bilishimcha, Navajo rasmiy nom emas, balki qandaydir laqab bo'lgan. Shundaymi? Ha, shunday. Lekin u aynan nimani anglatadi? Navajo, Ha, o'ylashimcha bu ispanlardan o'tgan. Ispan tilida navaja so'zi bor. Bilishimcha, bu o'tkir pichoq yoki tig' kabi ma'noni anglatadi. Lekin o'z xalqimiz orasida biz o'zimizni Dine, ya'ni odamlar deymiz. bu nomni o'zgartirishga harakat qildinglarmi? Ha, Navajo millati hozir nomini keng tarqalgan Dinega o'zgartirishga harakat qilyapti. Navajo o'rniga Dine. Yaxshi. Sayyohlar uchun bu shunchaki chiroyli joy. Lekin bu yer shaxsan siz uchun nimani anglatadi? Bilasizmi, tub aholi uchun biz bu yerni ona yer deb ataymiz. Xususan, bu monumentlar vodiysi va uning tashqarisidagi hamma narsa kabi muqaddas zamin sanaladi. Muqaddas zamin? Muqaddas zamin, ha. Monumentlar vodiysi nomi ham xalqingiz tomonidan qo'yilmagan, shundaymi? Yo'q. Bu nomni ham biz qo'ymaganmiz. Bu nomni 1930-yillarning boshida, 1938-yillarda bu yerga kelgan rejissyorlar va prodyuserlar qo'yishgan. Aslida bu joy qanday atalgan? Monumentlar vodiysining asl nomi Tsai, qoyalar ichidagi oq vodiy. Odamlar bu hududni aynan shunday mo'ljal sifatida belgilashadi. Bugungi kunda diniy bo'lish nimani anglatadi? Umuman olganda, diniy xalqi ekanimizdan juda ham faxrlanamiz. Chunki tariximiz juda qadimga. Bu yerda ilk odamlar paydo bo'lgan davrlarga borib taqaladi. Bugungi kunda odamlarda diniy millat haqida eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha qaysi? Aftidan bizni kichik qabila deb hisoblashlari va bu yerlik emas deb o'ylashlari bo'lsa kerak. Lekin aslida asrlar davomida biz shu yerda yashab kelganmiz. Xatolari shundaki, go'yoki yaqindagina bu tomonlarga kelib qolgan deb o'ylashadi bizni. Qaysi an'anangiz bilan ko'proq faxrlanasiz? O'z madaniyatimiz va tariximizni avloddan avlodga o'tkazib kelayotganimiz bilan. Bularni barini yoshlarga o'rgatyapmiz. Endi bu maktablarda ham o'qitilyapti. Ilgari maktablarimizda Navajo tili yoki shunga o'xshash narsalar o'rgatilmas edi. Lekin hozir hamma narsa o'zgardi. Til maktab dasturiga kiritilgan. Navajo tili haqida gap ochildi. Ha, Ikkinchi jahon urushi paytida Navajo tili aloqachi shifrlovchilar tufayli mashhur bo'lib ketgan. ha,
Aytingchi, bugungi kunda yoshlar orasida tilingiz qanchalar saqlanib qolgan? Ha, albatta. Haliyam juda mustahkam. Oqsoqollarimizning aksariyati Navaho tilida erkin gapirishadi. Yillar o'tib, ota-onalar ham, bolalar ham tilni o'rganishyapti. Olis joylarda yashaydigan oilalarda Navaho madaniyati, an'analari va tili juda mustahkam saqlangan. Tilni qo'llab-quvvatlash uchun maktablarga qaytarilganining sabablaridan biri ham shundadir. Navaho yerlarga kelishdan oldin mehmonlar nimani tushunishlari kerak? Xalqimiz bu yerni, o'z madaniyati va tarixini hurmat qilishini va bu merosni saqlab qolishga harakat qilayotganimizni tushunish kerak. Zamonaviy hayot va an'anaviy madaniyat o'rtasidagi muvozanatni qanday saqlayapsiz? Bu muvozanatni topish oson emas, lekin yosh avlodning ko'plab vakillari buni ancha yaxshi uddalashyapti. Bu asosan ota-onalar, buvi va bobolardan o'tadi. Ular yoshlarga oila tarixi va ildizlarini o'rgatib, bilimlarni qat'iyat bilan yetkazishmoqda. Shunchaki ta'limmi yoki oila tariximi? Oila tarixi va ildizlarini eng boshigacha va chuqur o'rganishadi. Bu Navaho xalqi uchun judayam muhimdir. Navaho yoshlari haqida nima deyish mumkin? Yoshlarimiz An'ana va tilni saqlashga harakat qilishyaptimi? ha, harakat qilishyapti. Ko'pchiligi o'qishdan uyga qaytgach, madaniyatga, tarixga va ota-onalari ketishdan oldin yillar davomida o'rgatgan narsalarga qaytishadi. Shunday qilib, bular saqlanib qolyapti. Xalqingiz kelajagiga nima umid bag'ishlaydi? Bilasizmi, Navaho millatida odamlarning qariyb 30-40%da ichimlik suvi, elektr energiyasi va rezervatsiya tashqarisida bor bo'lgan ko'p narsalar yo'qdir. Hozir hammada suv va chiroq bo'lishi uchun jadal ishlar olib borilyapti. Yaqin kelajakda hamma uchun bundan foydalanish oson bo'ladi deb umid qilamiz. Eng asosiysi mana shu. Yana ta'lim muassasalari ham ancha uzoqda joylashgan. Shu yerning o'zida Navaho millatida bunday imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi. Bu siyosiy jihatdan noo'rin savol ekanini bilaman. Xohlamasangiz javob bermasligingiz mumkin. Janob Trampga ovoz berganmidingiz? Yo'q, yo'q. Tushunishimcha, aksariyat tub aholi unga ovoz bermagan. To'g'rimi? Ha, boshidanoq uning rejalariga biz qarshi bo'lganmiz. Shuning uchun Navaholiklarning aksariyati Trampga qarshi ovoz berishgan. Navaho hindularini madaniyatida har xil musiqiy instrumentlar bor. Masalan, mana shu flut. Hozirda ijroni birgalikda tomosha qilamiz. Salom janob, ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Demak, bu flit. Ha. Navaho xalqining maxsus milliy cholg'u asbobi. Aslida bu o'zlashtirilgan asbob deyiladi. O'zlashtirilgan. Lekin shu kungacha undan duo qilish va marosimlarda foydalanamiz. Bu asbob bizga katta tekislik hindularidan kirib kelgan. Boshqa ko'plab qabilalarda bo'lgani kabi mana shunday holat kuzatilgan. Yaxshi. Bugun Arizona shtatida Navaho hindularini madaniyatini birgalikda o'rganamiz. Xo'sh, biz uchun chalib bera olasizmi? Bajonidil. Marhamat. Bu ularning milliy musiqiy asbobi.
hayratlanarli. Amerikalik tub aholi vakili sifatida immigratsiya haqidagi bahslarda immigrantlar bu mamlakatni tark etish kerak degan gaplarni eshitganda nimalarni his qilasiz? Amerikalik tub aholini aksariyati bu fikrga qo'shilmaydi. Immigrantlar ketish kerak deyilganda, bu bizning mamlakatimiz ekanini, biz bu yerga kelib qolmaganimizni yodda tutish kerakligini his qilishadi. Odamlarga siz bu yerlik emassiz deyishlari ularga yoqmaydi. Hatto o'zimizni ham ba'zan yanglishib immigrant deb o'ylashlari ularni juda ham tashvishga soladi. Ba'zi odamlar shu sababli hatto hibsga ham olinishgan va surishtiruvlar juda uzoq davom etadi. Navaho millati va boshqa qabilalarning aksariyatiga bu mutlaqo yoqmaydi. Ular haqida nimani bilish muhim? Aytmoqchimanki, Navaho xalq haqida nimalarni bilishimiz kerak? Biz avvalo tinchliksevar qabilamiz. Tinchliksevar, Biz tabiat bilan juda yaqinmiz va shunchaki hamma odamlarni yaxshi ko'ramiz. Hammaga o'zimizga qanday munosabatda bo'lishlarini istasak, xuddi shunday munosabatda bo'lamiz. Aytgancha eng yirik qabilalardan birimiz, balki Qo'shma Shtatlardagi eng kattasidirmiz. Sonimiz deyarli 500 ming nafar. An'ana va madaniyatimiz hozir qayta tiklanyapti. Qachonlardir ular yo'qola boshlagan edi. Lekin endi Navaho madaniyatini chuqur o'rganganimiz sari barcha navaholiklar uchun bolalarimizga kimligimizni o'rgatishda davom etishimiz menimcha juda ham muhim. Men mana shunday fikrdaman va qolgan qabiladoshlarim ham shunday fikrdalar. bilaman, tarixiy xato yuz bergan. Kristofor Kolumb bu yerga ilk bor kelganida Hindistonni topdim deb o'ylagan. Shuning uchun sizlarni hindular deb atagan. Albatta bu tarixiy xato edi. Lekin eng mashhur hindlardan biri Mahatma Gandhi Hindiston mustaqilligi mafkurachisi bo'lgan. U bir gal shunday degan: Hayotim bu mening murojaatim. Agar dunyoga murojaat yo'llash imkoni bo'lsa, unda nima degan bo'lardingiz? Birinchidan, Navaho xalqi mustaqillik kunini va Kristofor Kolumb kunini bayram qilishni unchalik yoqtirmaydi. Bu tabiiy hol. Ular uni tub xalqlar kuni deb atashadi. Tub xalqlar kuni. Xuddi shunday, tub xalqlar kuni. Tub aholining aksariyati bu kunni aynan shunday bilishlarini istashadi. O'zbek xalqi, diniy xalq haqida nimani bilish kerak? Umuman olganda, bizni yer bilan uyg'unlikda yashaydigan dini, ya'ni odamlar deb bilishlarini juda istardik. Har bir kunimiz madaniyat, tarix va shu kabilar bilan to'ladir. Shaharlarda emas, olisda yashaydigan ko'plab tub aholi vakillari o'z madaniyatiga qat'iy amal qilishadi. Shuning uchun ham bizni hamisha o'z madaniyatini, tarixini hurmat qiladigan, uni asrab avaylaydigan va shu bilan birga tabiat bilan kelishib yashaydigan odamlar deb bilishlarini istar edik. Diniy xalqini 3 ta asosiy so'z bilan ta'riflay olasizmi? Yaqinroq tanisangiz, juda ham vafodor, yordamga tayyor va oliy himmat. Lekin juda ham bosiq. Bilasizmi? Yuzma-yuz muloqotda navaholiklar o'zlarini juda ham bosiq tutishadi. Demak, mehribon, vafodor va og'ir bosiq. Ha, Rahmat. Sizga eng yaxshi tilaklarni tilayman. rahmat. Navaho tilida rahmat qanday aytiladi? Ahehe. Ahehe. Ha, Navaho xalqining yorqin vakili sifatida bizga qanday hayotiy saboq bera olasiz?
Hamisha bir-biringizga yordam bering. Doim oilangizga g'amxo'rlik qiling va o'sib kelayotgan avlodga qanday uyg'unlikda hayot kechirishni o'rgating deyman. Navaxu hindularning qabilalarida va Misr Otabek TV kanalida ko'rishguncha. Ehiha. Juda yaxshi. Aftidan siz amerikalik tub aholi vakilisiz. Buni juda to'g'ri aytdingiz. Katta rahmat janob. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.